X6 bo'ladi. Bu afsonaviy X5. BMWni ikkita motorligi 3,5 sekund 100 ga chiqadi. ha, ozgina o'tib berasiz o'sha kraskasiga. Просто oddiygina 15 ta deb qo'ydilar. Hammaga nasib qilsa, bu bejiviy salon hamma qirilgan deb o'ylaydi, aslida bu mashti kosmetika bor ekan, qolgan joylari toza ekan. Hammaga nasib qilsa, voy, kattaligina. Xalqda nima gap? Sergeli moshina bozorida nima gap? Bugun 1-mart Sergeli moshina bozorida inomarka qatorining inomarka narxlarini birgalikda ko'rib chiqamiz. Sizlarga bugun har doimdek noyoblardan, eng zo'rlardan boshlaymiz. Bitta kommentariy fikringlarni yozib qoldiringlar. Mana shu model bilan mana shu modelni solishtirganda qaysi birini tanlagan bo'lardinglar? Ya'ni kuzovi 211 yili 2008-yil bosib o'tgan masofasi 126 ming kilometr yurgan bu elegant pozitsiyasi ekan. Mashinani bitta baho beringlar mashinaga, bitta like bosib qo'yinglar, hammaga nasib qilsa. Bu bejiviy salon, haqiqiy bejiviy salon shunaqa bo'lsa kerak deb o'ylayman. Xo'sh, bu yerda nima deydi? Patologlarda lyuklari bor, hamma elektronika qismlari ishlab turibdi. Mashinani hidi ham приятный hid, unaqani uringan, surtirgan emas ekan. Ko'chalari mana shu ideal bo'lib turibdi. Mashinamizni bitta shu joyda kosmetika deyaptilar. Endi ustidan olib kelib bemalol tekshirib turasizlar bo'ladi. Mana shu yerda kosmetika bor ekan, qolgan joylari toza ekan. Kosmetika deganda ham to'ldirib, lak sepilgan ekan. Mashinamizning narxiga bitta like bosib qo'ymasanglar bo'lmaydi. Bu mashinamizning narxi 24500 so'rashayotgan ekan. Bu narxga nima deysizlar? 211 kuzov. Vashe ideal sostenida turibdi. Mashinamizning endi egalarining telefon raqamlarini aytib 90lik 107 02 00 telefon raqamlariga murojaat qilasizlar. Hech qanaqa aybi, nuqsoni ishi yo'q ekan, olib haydaysizlar. Shuning uchun ham narxi moshina turibdi. Mashinamizni bitta like bosib qo'yinglar, kommentariy fikrlarni yozib qoldiringlar. Xo'sh, bu mashinamizga nima deysizlar endi? Mashinamizni mana shu ideal holatda egalaridan so'raymiz, bitta mana shu joyini o'qib qo'yamiz. Birgalikda hammaga nasib qilsin deb boshlaymiz. Like bosib qo'yinglar. Nissan Patrol. Xo'sh, mashinamizning balonlariga e'tibor bersanglar bo'ladi. Mana shu ideal holatda turibdi. Broni plonka menimcha broni plonka bor, men olib keling mana. Hamma qirilgan deb o'ylaydi, aslida bu broni plonka bo'ladi. Markada ham bor ekan demak, kuzovda ham broni plonka, bu qirilmagan. Xo'sh, mashinamizdan endi so'raymiz endi yil probeg kraskasi. Oka, assalomu alaykum. Qiynalib qoldinglar? Assalomu alaykum, siz aka. Charchamasmi, sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamasmi, sotuvda bugun, ha? Nissan Patrol mashinamiz. Aha, yili 19-24 ga restyling bo'lgan. probegicha. Probegi 33 ming yurgan. Kam yurgan, kraskasicha. Kraskalar top-toza. To'li kuzov broni plonka bo'lgan. Bir xillachi, ani kraska sepib turib, plus broni plonka urib qo'yapti-da, keyin kraska tekshirishni bilmaydiganlar tashkina yerda olib kelib tekshiryapti-da. O'tda broni plonka bor deb aldab yuborishyapti. Unaqa holatlar yo'q. Xohlagan ustam olib kelib bemalol tekshirib tursa bo'ladi. Narxchi? Narxini 63 ming so'rayapmiz. Tepasida gaplashasizlar. Tepasini bitta salonni ko'ramiz, mayli. Salonni olib kelasiz, bitta ko'ramiz. Hamma narsa bor. Diskalar. Bu nimani diskasi bu? Turk sotganlikami? Diskalar tayyor haydashga. Balonligi taxminan. Mingga borib qoladi. Mingdan oshadi. Like bosib qo'yinglar. Voy, ochib yuboring aka. Bu ochilmadi, lekin mayli oldiga chiqib ko'raman. Bismillahirrohmanirrohim. Hammaga nasib qilsa, biz orqadan o'tkazib yuboramiz. Okani o'tkazib yuboramiz. Bitta ko'ramiz hozir. Ko'jin Nissan chiqib o'ringmi, mayli rozi bo'lasizmi? Xo'sh, bismillahirrohmanirrohim. Hammaga nasib qilsa, voy, kattaligina chiqolmadi. Qo'yib qoldim. Hammaga nasib qilsa, prosta mazaq ketadi. Marshrutkada ketgandek his qilasizlar o'zini, nimaga bu juda ham kattadek ishlari bor. Kayfiyat zo'r, hammaga nasib qilsa, like bosib qo'yinglar. Hammaga nasib qilsa. Yaxshi niyat, yarim davlat, yarim mol deydi. Mashinamiz ko'jinli salon, приятный hid bo'lib turibdi. Aka, buni ani chiski-piska qilganmisizlar yo'qmi? O'zimi? Tayyor-a? O'zi 33 ming yurgan jigaring salon. Mashinamizga bitta like bosib qo'yinglar. Xo'sh, ushab chiqadigan joylari bor. Chunki bu inson uchun yaratilgan mashina deb o'ylayman. Bitta like bosib qo'yinglar. Narxini necha pul qilamiz? 63 ming. 63 ming so'rayapmiz. Tepasiga gaplashyapmiz, deyaptilar. Necha motor turadi bunda? 4 litrli atmosfernik bo'ladi. Bularda ham Nechta rasxod qiladi taxminan? 15 ta. 15 ta rasxod qiladi. Prosta oddiygina 15 ta deb qo'ydilar. 97lik 122 51 00. Bu mashinani olgan odam benzinni ham o'ylab o'tirmaydi deb o'ylasanglar xato qilasizlar. Bular ham so'rab, surishtirib olishadi. Orqasini bitta ko'ramiz. Juda ham nima deydi? Birgalikda o'qiydi. Patrol. Mashina olasizlar, xudo xolasa nasib bo'lsa kelajakda bitta orqasiga arava qilib turib, bitta skuteringizni olib, toqqa qarab ketasizlar. Meni bilmadim endi nimaligini. Nimaga yopishtirib qo'yishgan bilmadim, lekin
Xo'sh, telefon raqamini qoldirdik. Bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. 360 kameralar ham bor. Hamma narsa moshina bo'lib turibdi, to'g'rimi? Full komplektatsiya. Gap bu, lekin mana bunga bitta like bosib qo'yinglar. Qaysi birini niyat qilgan bo'lsangiz, niyatingizga erishinglar. Nissan Patrol yoki Mercedes-Benz 24500 ozgina qo'shsanglar Nissan beradi. Nissanni olmasdan turib, o'sh, deyishmi 63 mingmidi? 63 mingga minus qilib turib 24500 oldik. Ancha pulingda qoladi, benzin ham qo'yaverasiz, to'g'rimi? Siz qaysi birini olgan bo'lardingiz? Men Nissan Patrol o'ziga yarasha. Chunki yengil, to'g'rimi? Malibu mashinamiz ham bor. Malibu qayerda? Mana shu. Malibu ko'rsam. Mana nima bo'ldi 200 ga? Menimcha pishib qoladi, xudo xolasa. Suvda bo'ldimi? 72 ming turishda qo'shsa beraveramiz. 72 ga qo'shsa beraverasiz. Shu arafasida turibdi, to'g'rimi? Malibu, primermi bu? Primer. Yili? Ha, bu yoqqa qo'yib qo'y. 2022. 2022. Hop. Voy voy, ikkita kriloda qatida. Hazili. Orqa krilo bilan oldi krilo. Qanday ochishgan taxminan bilasizmi yo'qmi? Mana shu petnosi bor, ponni lak deb borishgan orqa krilo. Ha, yedirib olishganda, to'g'rimi? Moshani yedirib olishmagan, kraskani ham mundoq qilib yedirib olishgan. Bitta narsani ko'rsataman. Bitta narsani ko'rsataman. Yaxshi mashinangizni har doim yaxshi deb cho'tki qilib maqtaganman balonlargacha. Hozir bu mashinangizni bitta narsani ko'rib qoldim, o'shani ham aytib o'taman. Mayli? Nima ekan deb qo'rqyapsizmi? Mana shu diskasini ko'rsatamiz. Qirilib qolgan, endi uni to'ldirib beramiz. Ogam akalarimiz bitta shilpovka qildirib yuborishadi, aka. O'zi to'g'latadi. Yomon narsa emas o'zida. Men hammasini ko'rsaman, boricha anaqa aytaman-da. Sizga rahmat, kraskasi bor deyapsiz, ko'rsatyapsiz. Narxi nechi pul shunga yarasha? 23 ming so'raymiz uni ham tepasida. Sunnatli buni ham o'tib beramiz. Okalar. Tepasiga gaplashamiz. 23 ming sal qimmatroq emas. 22 primer 112 ming yurgan, yaxshi. Ana kraskasini nima qilamiz? Ba'zi bor-ku, ozgina o'tib berasiz o'sha kraskasiga. Kim o'rsa? Kraskasi bilan ham shilipovka deb oddiygina aytib olish, shunga ham 100 ketsa kerak menimcha. Ha? Ketadi. Yo'q. Bularda har doim etib sotilgan, murojaat qilsanglar bo'ladi. Mana shu Krilo borga shu 23500 dan ozgina o'tib berasiz, to'g'rimi? 23 mingdan. 23 mingdan 500 o'tib beribdilar o'sha. 23 mingdan ozgina o'tib berasiz, to'g'rimi? 23 ming. Kelib, xohlagan ustinglarni olib kelasiz. Ichlariga o'tmagan, orqa oldi butun hamma narsa bor. Parapani bormi? 90 talik propallari ham bor. Parapani bor ekan. Salon qismlari yomon emas menimcha. Bitta o'tirib ko'raman. Olib keling. O'tkazib yuboramiz. Primer so'ragan akalamizga primer. Mana. Gap bo'lishi mumkin emas. Holati yaxshi, g'alati hidlar yo'q. Bir xil mashinaga ahamiyat beraman. Ana sigara chakishsa ham o'tirib qoladi-yu. Ko'rasiz endi. Murojaat qilasiz. Telefon raqami shumi? 90 122 51 00. Anuni nechi pul qo'shyapti 200 ga? 200 ga hozir 72 ming qilib turishdi, qo'shsa beraveramiz o'zimiz. Qo'shadiganmi yo'q qo'shishmaydigan? Qo'shay 2-3 marta kelib 72 ga ko'tarishdi-da, hozir aylaninglar deyapti. Aylanib, sekin-sekin hal qilishadi, to'g'rimi? Men primer kimdan ekan? Ichida o'tiribdimi? Yana nima mashinada? Bu zikrchi. Zikr ham. Bu kimdan ekan zikr? 2024 asoran sizdanmi aka? Qo'yib yuborsak bo'ladimi? Qo'yib yuboring. Ma'lumotlarni aytavering. Bunga o'zi yana qo'yib yuboring. Bugun sochlar ham bir g'alati bo'lyapti-da, tushmay qoling. Ha, bo'ldi. Ho'p. 2024 oxiri. Aha, siz ochvering anaqa. 2024 10-oy. Aha. Ikkita motorligi 3,5 sekund 100 ga chiqadi. Ha, 3,5 sekund. Ha, 770 zapas qo'ydi, 36500 narxi. Ozgina o'tib beramiz. 360 kamera, hamma yoq kamera bo'lyapti. Sizga ham bunchalik ko'p kamera. 560 shunaqa. Ha, bo'ldi, xo'p. Narxini endi sal bundan o'tib beradigan joyi bor ekan. Telefon raqamingizni aytib oling. 90lik 349 1005. 1005. Rahmat aka. Xo'sh, bitta ko'raman, maylimi aka? Xo'sh, salonning oyog'imni chiqarmayman, bitta nasib qilsa niyat qilib o'tirib ko'ramiz. Hammaga nasib qilsa, displeylar bor, panorama tomlari bor, rullari neobычный bo'lib turibdi. Odamlar uyini kamera bilan nima deydi, охранный ana qilishadi-ku, ularda ham bunchalik ko'p emas, ya'ni kamera, hamma yoq kamera bo'yotibdi. Bemalol olib maza qilib haydaysiz. Telefon raqamlarini qoldirdik. Hammaga nasib qilsa, orqalarni bitta ko'rsatasiz. Orqalari mana shu neobычный bor, aboy yopishtirib qo'yganga o'xshaydi bor. Dizayn ham ideal bo'lib turibdi. Hammaga nasib qilsa, zikr nechi bu? 007. Rahmat aka, bozoringiz bersin. Men Mers kimdan ekan bilmadik-ku, mayli endi ana qilamiz. Xo'sh, bu yoqqa kelamiz endi. Kiyalardan so'raymiz. Kiya kimdan ekan? Xo'sh. Kiya 2023 559 bo'pti, ketdi. Xo'sh, mana bitta X
X5 mi bu? Aka kimdan aka? Assalomu alaykum. Sotiryaptimi mashina? Qiladi. Assalomu alaykum. G'ot necha? 2006. Ha, 2006 mi? 2006-yil. Probek? 325 ming probek. Kraskachi. Kraskasi bor, ikkita eshikda, parok. Necha motor bu? M52 3 litrli. 3 litrli. A rasxod, benzin rasxod 15, 16. bossa ketaveradi gaz bersa. Shu yerda propan turibdi. Ha, propan bor. Propan turibdi. Propan bor. Narxi nechi pul? 12 ming aka. Men olaman desa ozgina o't berasiz. Telefon raqamingiz shunaqa. 99li 309 99 06. Rahmat. Bitta ichini ko'raman, mayli? Xo'sh, salonlarni qaranglar. Va, bardoviy ekan, moshni. Mana ochilishini qaranglar, olib kelinglar. Mana ochilish qarang. Biz Nexia bilan tortirdik-ku, mana tepaga ko'tarilyapti birinchi. Onada haqiqiy mashina og'irligini qaranglar. Hamma elektronik qismlari sidenalarda ishlab turibdi. Elektrichеский hech qanaqa aybi yo'q. Hammasi ishlaydi. Lyuklar ham ishlaydi. Pamять сиденья, Pamять сиденья. lyuk ishlaydi. Bagajnikda anaqa davodchiklar Davodchik bor. Ha, full bo'ldi. Короче, mashinamizning narxi lekin yomon emas. Va shijiya, telefon qilsanglar bemalol o't beradigan joyi bor, o't beradilar. Bu afsonaviy X5. BMWni BMW qilgan mashinalardan bittasi bo'ladi. Desam, hozir ko'pchilik BMWni E39 BMWni BMW qilgan mashina deb aytishadi. Aslida E30 bo'ladi. Ketibdi, like bosib qo'yinglar. Xo'sh, mana ularni ham ko'rasizlar, yopiq ekan, mayli, bakovlarni обычный. Xo'sh, mashinamiz gap bo'lishi mumkin emas. 200 nechi mana shu? 203 bu menimcha. 203. Hozir ko'ramiz mana. Modeli 203. Diskani qarang. Ham diskiga bitta like bosib qo'yinglar. Nima deyapti bu diski? Bunaqa diski noyob bo'ladi. Aka, assalomu alaykum. Qo'yib yuborsak bo'ladimi? Sizdanmi? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Siz buni Instagramga ham qo'yaylik. Bo'ldi. Yili nechi buni? 2006 2006 probegi 122 mil. mil. Demak, ozgina qo'shamiz. 180 ming dedi aka. 180. 180 ming. Kraskasi? Bitta kichkina pitno bor orqa qanotda. Qolgan joylari toza. Bo'ldi, 100% Elektrichеский hech qanaqa aybi ishi Aka, yo'q. zavod mashina. Moy yemaydi. O't rasxat yo'q. Nechta rasxod qiladi? Aka shaharda 8 litr, 10 litrgacha. Lekin juda ham yoqadi kuzov. Narxi-chi aka? 14 ming deyapman aka. Tepasiga gaplashamiz. Gaplashamiz ha. Xo'sh. Motorni propan qo'ysa bo'ladimi? Bemalol mitani ham qo'ysa bo'ladi aka. Yashil stiker ola olaman bemalol. 6 sekund. Вообще muammo yo'q aka. Ha, bo'ldi. Вообще Demak, muammo yo'q. buni faqat sotish kerak, olish kerak, maza haydash kerak, to'g'rimi? Da, shunaqa. Xo'sh, Bez Instagramda rasxod. emailda qo'yildi, telefon bo'ldimi? Ikkita emailda qo'ydim lekin. Ko'rdim aka. Ko'rdingizmi? Ko'rdim. Buni ham qo'yib yuboramiz, sotuvga tezroq sotamiz. Bo'ldi. Telefon raqamingizni aytib yuboring. Tak, 97li Aha. 342 2253. Rahmat. Bitta salonni ko'raman, mayli. Xo'sh, salon qismiga kiramiz, ko'ramiz. Bu menimcha eng yoqtirgan modelim bu. Shahar ichida ham maza qilib haydaysizlar, diskalari bor, tayyor, bitta kichkina petno bor. Lekin hidlari ham приятный bo'lib turibdi. Mashinani qani. Maza qiladigan joy. Qaranglar endi, bitta savol beraman. Mashina nima? Biladiganlar bor to'g'ri, lekin ko'pchilik buni bilmasligi ham mumkin. Mana shu kommentariy fikrini yozib qoldiringlar. Elektrichеский hamma ishlari ishlab turibdi. Lyuklari bor. Mashinamiz lekin 8 tacha yeydi deyaptilar. Maza qilib qilaylik. Buni Instagram kanalimizga ham qo'yamiz. Kommentariyaga fikringizni yozib qoldiringlar. Xo'sh, 210 mashinamiz 2001-yil. So'siyani yomon emas lekin. Voy. Range poqilyapti. Har yakshanba chiqadi. Bu mashinani telefon raqamini qoldiraman. 2001-yil ekan. 98 126 90 08 telefon raqamlariga murojaat qilasiz. Bu ko'p reklama qilishdi lekin. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Aka, qo'yib yuborsak bo'ladimi? O'tirasizda ma'lumot aytasiz, bo'ldi, yili. Yili necha aka? Yili 24 ga 25. 24 25. Probegi 12 ming yurgan ekan. Shunaqa. Kraska top-toza. Narxi necha pul so'rayapsizlar? 15 ming so'raymiz. Hech qanaqa aybi ishi yo'q, ha? Yo'q. Telefon raqamingizni aytib oling. Mana telefon. Mashina aytib olmaymi? Xo'sh, 99 331 21 telefon raqamlariga qo'yasizlar. Keyingisi 94lik 199 21 21 telefon raqamlariga murojaat qilasiz. Bu xo'sh, nima desa bo'ladi? 15 ming narxga yomon emas lekin. Agar telefon qilsanglar, ozgina o't beradigan joyi bor. Bu renjimizda oldingi bozor ham chiqqan edi. Hozir poralatishda bitta mana nima qilyapti endi? Isparena bo'ldimi? Ham ko'rsating. Isparena bo'lgan menimcha. Issiq sovuq bo'lib qoladi. Hozir, xo'sh. Lekin mashinani yangisidan bo'lsa bor. Haydab beraman deysiz? Men haydab berardim lekin bor.
Mana shu iminni yengisidan bo'lsa. Kimdan ekan aka xabaringiz yo'qmi? Egasidan, ha, bo'ldi. Bu BMW X6, ano X5, bu X6. Narxi 20 ming ekan. 2009-yil ekan, narxi 20 ming, X6 oq rangda. Telefon raqami qoldiramiz. 99 699 99 19. 98 310 79 55. Mashlarni olamiz. Diskasi, mana shu diski, menda mana shu diski menga yoqadi. Bitta like bosib qo'yinglar, kommentariyga fikringizni yozib qoldiringlar. Bu o'sha mashhur afsonaviy X6 bo'ladi. Kommentariyga fikringizni yozib qoldiringlar. Bu bozor qalay bo'lyapti? Bu kimdan ekan aka? Qo'yaveramiz ham sotuvga. Ha, yeni sira tushmaysa, yili probegini kraskasini aytsangiz, telefon raqami. Yili mana 2007, kraskasi toza. Aha. 115 ming yurgan, o'zini halol yurgani. 115 kam yurgan ekan. Ha, o'zini halol yurgani. Necha? 8,5 ming so'rayapmiz biz. 8,5 ming, yaxshi ekan narxi. Naqd puli bilan kelsa-chi? Ikkili motor, naqd puli bilan kelsa gaplashamiz. O't beradigan joyi bo'ladi. Bor. Faqat benzin yuradimi? Benzinda yuradi. Nechta rasxod qiladi benzin? 9 ta rasxod qiladi. Moy yemaydi. Moy yemaydi. 2 litrli motor, to'g'rimi? Yomon emas lekin. Xo'sh, telefon raqami mashina aytavringmi? Mashina aytamiz. Xo'sh, 8,5 ming so'rashyapti. Bu mashinaga kelsangiz o't beradigan joyi bor ekan. Mexanika korobka. To'lagan tortiqni orqasini razatkalarni qo'shib, ayirib, mashaq qilib haydaverasizlar bemalol. Mexanika korobka 8,5 ming. Telefon raqami qoldiramiz. 91 562 70 07 98 777 50 50. Orqasini bitta ko'ramiz. Bu mashinani bilmadim-ku, haydab ko'rmadim-ku, lekin mahallada, ko'chalarda ko'raman. 4x4. 4x4 ABS. ABSlari bo'lsa kerak. Like bosib qo'yinglar. Kommentariyga fikringizni yozib qoldiringlar bu mashina haqida. Xo'sh, Range oldingi safar bezovta qilmaylik, oldingi safar qo'ydik 14,5 mingdan bittasi anaqasiga. Nissan Patrol 2019-yil, probeg 28 ming, 93 585 40 00. Qaysi bir rangi chiroyli, qorasimi yo, mana shu iminda maloshisimi? Kommentariyga fikringizni yozib qoldiringlar. Yoki kimdan ekan xabaringiz yo'qmi? Hammaga nasib qilsa bitta like bosib qo'yinglar. Toyota Avalon 2008-yil. Propano bor ekan. Narxi nech pul ekan? Assalomu alaykum. 12 ming. 12 ming Toyota Avalon. Narxini 12 ming so'rashyapti. Kommentariyga fikringizni yozib qoldiringlar. Mana shu mashina, lekin adashmasam ancha bozordan beri turibdi, yana bilmadim. Toyota Yaris. Propani bor ekan 2006-yil, 94 811 11 81 telefon raqamlariga qo'yasizlar. Buni 1.6 ham bor, motorini, buni 1.5 ham bor. Range, mana ichlarini nima deydi, liga o'xshatib qo'yishibdi. Anajbi deydimi, qanaqa deydi? Bu mashina bozorda oldingi syomkalarimizni mana shularni qo'ydik. Narxi 18,5 ming har xil qilib. Kia. Xo'sh, Kia Carnivalimiz full 102 ming yurgan ekan. 97 463 59 59 telefon raqamlariga bemalol murojaat qilasizlar. Jetaur kimdan ekan aka, xabaringiz yo'qmi? Jetaur 2023-yil ekan, 42 ming yurgan ekan probegi. Jetaur olib haydavur 97 631 20 50. Narxini aytvorsangiz bo'ldi. Narxi 17 ming, YouTube'gami? Ha, YouTube'ga 17 ming aka, naqd pul bilan kelsa necha pulga beraverasiz? Bo'lishi 17 mi naqdga? Unda ozgina o't beradigan joy bormi? 17 ming naqd bilan keladi, sunnatga o't beradigan joy bormi? Telefon raqamini aytaveramiz o'sha. Ahmad aka bozoringiz bersin. O'zi Jetaur bu. Buni aytida olishdi, haydashdi. Hozirgi kunda boshida 30 minglar, 28 ming, 29 minglarga olishdi aka buni. Hozirgi kunga kelib turib, narxi 17 ming aka. Yetmaganiga bo'lib to'lashga ham olib qo'yib qiynalib qolganlar ham bo'ldi, misol tariqasida. Hozir modellar ko'p chiqib ketyapti-da, shunga shunaqa bo'lyapti, shu ma'noda-da. Xo'sh, 2023-yil 42 ming yurgan, 17 ming so'rashyapti, 17 ming tepasiga naqd pul bilan kelsanglar, ozgina o't beradigan joy bor. 97 631 20 50 telefon raqamlariga bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi. Xo'sh, sizlarga mana shu tomonni bitta ko'raylik-ki. BYD. Necha minut bo'ldi? Ko'rsatadimi operator? 19. Ama 20 qilib qo'yib qolaylik. Assalomu alaykum aka. Qo'yvorsangiz bo'ladimi, sotuvga so'rashyapti. Shu turgan holatingiz bo'ladi. Yilini aytib oling. Yili 2024. Probegi? Probeg 44300. Kraskasi?
Kraska toza. Bu nechtaligi bu anaqasi? 150 talik fuli bu. 150 talik bo'lsa bu gibridmi? Gibrid. Gibrid, a? Narxi nech pul so'rasa aka? Narxini 25-9 so'rayapmiz, kelishtirib beramiz. Kechdi naqd pul bilan kelsa taxminan nech pul atrofida berasiz? Shuni anu musofirda yuradigan akalarimiz bo'ladi-da, sizni telefon qilib bezovta qilvermaydi. Shu atrofida desangiz, Naqd pul bilan kelsa 25,5 beramiz. berasiz. Telefon raqamingizni aytib oling. 90lik Aha. 372 70 74. Rahmat aka, bozoringizni berasan. O'zi nima sababdan sotasiz aka, yoqmadimi? Yo'q, mashina zo'r. Ha. Bir biznescham bor shunga. Ha, bo'ldi. Xayrli qilsin aka. Rahmat. U moshani maza haydayotdi, endi bundan ham zo'rini olaman, biznes qilib olaman deb anaqa qilayotgan ekan, bitta like bosib qo'yinglar. Bitta mana bu qorasini olamiz. BYD. Kimdan aka bu BYD? Sizlar ham sotib olinglar aka buni. Yili nechi aka? 23 dekabr olganmiz. Probegichi? 95 ming yurgan, bir qo'l radnoy, vakuum ishtimasi yo'q. Kraskasi sop toza. Toza. Broniga qilmagansiz, to'g'rimi? Kapoti broni bo'lgan. Qo'ygan. Nech pul qilingan taxminan? Bilmadim. Shu payt qilingan-da, to'g'rimi? Narxi nech pul aka? Bu AVD 440 millionlik, ikkita motor, orqa oldinda motor. 23 mingga beraman. Undan kam yo'qmi? Naqd pul bilan kelsa, sunnatga o'tib beradigan joyi bor lekin. Tamam, sunnatiga o'tib uyga ham yetib beraman. Bo'ldi. Telefon raqamingizni aytib oling. 90lik. Aha. 511 Aha. 44 11. Rahmat aka, mana dangal aytishdi. Olib kel, naqd pul bilan kelinglar, men sunnatiga o'tib beraman. Pulis zapravka ham qilib bersa kerak, to'g'rimi? Uyga yetib olishga. Uyga yetib olishga zapravka ham qilib beradilar, bemalol. Mana BYD so'rovmi deydi. Mana sizlarga BYD, xohlang oqini, xohlang mana qilib. O'zi ham Toyota, 1998. Sizdanmi aka bu? Narxini aytib oling, men u yog'ini. 3000 aka. 3000 mi? O'sh, Matiz'ni puliga. Matiz'ni puliga Toyota 3000 ekan, yozib qo'yibdi-ku. Gem bor ekan yetmaganiga, qiynalib ham o'tirmaysizlar. Va 264 ming motor korobkaga javob. Hozir telefon qilaman Nurdin. Motor korobkaga 2 oy garantiya beraman, okay? Xohlasa 2 oy, xohlasa yarim yil. Chunki motorga ishonaman. Ayting. yashil anaqa ola olmayman stiker bunga? Okajon, motori ideal. Demak, muammo bor. Katalizatori bor. Ha, bo'ldi. Okay, zelenini xohlasa men olib beraman. Bo'ldi. Ishoning, muammo yo'q bunda. Mana ma'lumot bo'lsa, mana shunaqa bo'lsa-da, mana ma'lumot so'radik. Aka, bunga yashil stiker ola olamizmi deb aytsa, mana ola olamiz. Katalizatori bor, aytayotdilar. Katalizatori ham bor deyaptilar. Katalizatorni tushunmagan, bilmagan odamlar bo'lishi mumkin. Katalizator o'sha zaharli tutunlarni o'sha atrofga qilib, nima deydi, o'zi saqlab qoladi. Atmosferaga yo havoga ta'siri kamayadi. Salonga lekin Qarshi mashinaga aka bunday aytganda bor. 300 so'm tiksa bor, okay. ha, bir bo'ladi, okay. 300 tiki bor-da. 300 tikadigan bo'lsa, mashina qurt bo'ladi, okay. Bo'ldi. Xo'sh, mana qaranglar, buni maza qilib ishlatsanglar ham bo'ladi. Misol uchun bu yerda anaqalar bo'lsa ham 3000 narxga yomon emas. Yetmaganiga bu qarindosh urug'lar nima mashina yuribsan, sizlar ko'rsatmaysizlar, lekin Camry deb orasizlar, ular xayolida, "O, Camry" deb o'ylaydi. O'zi paytida Camry bo'lgan, to'g'rimi? Camryni Ya, Camryni qilgan mashina shu bo'ladi, to'g'rimi? Birinchilardan. Toyota'larning ichida eng zo'ri aka Toyota Camryni 10 taligi bo'ladi, okay. Bilgan biladi, okay. 2 kabium, konditsioneri bor, okay. Generalni beramiz. Xo'p. Tayyor. Biz o'zimizning gapingizni bo'ldim. O'zimizning Mix Auto degan kanalimiz bor. Okay. Konkretni chiqadigan bo'lsa, masalan, sizga chiqyapti, siz orqali bizga chiqadigan bo'lsa, okay, addi shu narxga beraveramiz, okay. Hozir naqd pulim bor, nech pulga beradi deysiz, nech pulga beraverasiz aka? Oxirgisini shuni dangalatib oling, oxirgi narxini. Okay, 3000 so'rayapman, to'g'rimi? 3000 so'rayapman. Xo'p, mana bu Hyundai Tucson, bu ham meniki. Bu ham. Yana 4 ta mashinamiz bor. Men Tucsonni ham oling. Liboy inomarka zapchasi, Liboy inomarka kerak bo'ladigan bo'lsa, bizga chiqarsa. Xo'p, Hyundai Tucsonni aka 5800 qo'yib qo'yganman. Toyota Camryni 3000 qo'yib qo'yganman. Okay, men yo'q deb o'tirmayman. Toyota Camry 2200 ga aka baraka. Undan birisini tushmayman. 800 bitada tushib beraman. Okay, Matiz'ni pulida, okay. Matiz'ni pulidan ham anaqa Matiz'ni pulidan ham skidka zo'r bo'ldi, okay. Unicha uni bo'ladi ham. Hyundai Tucson aka 5800 qo'yganman. 4,5 mingga beraman, okay. Mana bo'ladigan patolog narxini aytaman. Men baqiribroq gapiraman. Dangal bo'ldi. Dangal savdo bo'lyapti. Mana shu tepasiga kelib yana gaplashaverasizlar. Telefon raqamingizni ayting. Qarang, okay. Tepasiga kelib gaplashasiz deyapsiz-ku. Okay, men ana siz ham ko'chada yurgan bo'lasiz, men ham ko'chada yurgan bo'laman, okay.
realniy bo'ladigan summasini et degani uchun aytolmayman. Mana qarang, bo'ladigan summasi bir xilli keladi, 2200 ga rozi bo'ladi. 10 ta benzin quyib bering deydi-da, masalan. Oke, 20 ta quyib beraman. Mana. Holi kalasiga, oke. Mana shu maqsadda aytdim. 20 ta benzin mendan, oke. Telefon raqamini yana bitta eslatib olasiz. 97 123 53 54. Liboy markaga telefon qo'ysan, oke. Bo'ldi, rahmat aka. Voy, dangal savdo bo'ldi. Mana 3000 qo'yib qo'ydi, 2200 ga. Mana Hyundai Tucson avtomat korobka. Avtomat. 225 ming probeg. Aha. 225 ming probeg. 350 kilometr mana metanda yuradi, oke. Metani ham bormi ichida? Oke, ikkita balonchasi bor, oke. Bombasi o'zi bilan, oke. Tayyor ekan, metani ham bo'lsa yomon emas. Olib maza qilib ishlatasizlar. Ishlatib maza qilib ishlataverasizlar. Dangal savdo bo'ldi. Telefon raqaminglarni qoldirdik. Bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Keyingi sonlarimizda uchrashguncha sog' bo'linglar. Videoni oxirida bitta niyat bilan tugatamiz. Hammalar bitta like bosib qo'yinglar. Hamma kamida shunaqalar nasib qilsa, bitta like bosib qo'yinglar.